Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xatlar tartib bilan, sabr bilan juda chiroyli yozilgan edi. Assalomu alaykum azizim Sevarim. Xatlarimni o'qir ekansan, bilaman, ko'zingdan yosh bo'lib oqaman. Yarangni yangilayman, rozi bo'l. Hayot shu ekan, kelarkansan, ketarkansan. Ajaling bir onda yoningda paydo bo'lib qolganda esa, attang, ko'p amallarga ulgura olmay qoldim derkansan. Yashaging kelar ekan. Sanchiqlar, og'riqlar bilan yozdim bu xatlarni. Har yozganimda yig'ladim. Haqqingga duolar qildim. Seni 5 ta farzandim bilan tashlab ketishimni o'ylaganimdagi meni ahvolimga tushganlar biladi. Yig'lab menga termilgan ko'zlaringga qaraganimda yashagim keladi. Allohning taqdiri, uning xohishi, irodasi. Sevar, bilasanmi, seni ilk bor ko'rganimda samimiyliging uchun yoqtirganman. Ahvolingdan, o'zimni kulgidan zo'rg'a ushlaganman. Ayniqsa kalta kiyim kiyib olib, pastga tortaverganding. Meni dindor deb bilganing uchun ham hijolatga qolganingni bilganman. Bu qizni olma, uylanma, eplolmaysan. Buni umuman ushlab tura olmaysan. Ko'cha ko'rgan qiz ekan, deganlar ko'p bo'lgan. Istixora qilganman. Ko'nglim sen tomon chopgandi. Senga islomni o'rgatishni niyat qilgandim o'shanda. Sevaram, senga uylanib adashmadim. Sen bilan yashagan kunlarim mening eng baxtiyor kunlarim bo'ldi. Sening vijdoning, ixlosing, rahmdilliging meni doim hayron qoldirgan. Ko'ngling suv kabi toza edi, sodda eding. Dubayga borganimizda arazlaganing esingdami? O'shanda yuragim siqilgandi. Yarashmasa-chi degan xayol kelgan. Hech narsa yemay qo'ygansan. Keyin sezib qolganman. Xonadan chiqqanimda berkitib yeb olarkansan. Ko'nglim taskin topgandi. Rosa yarashishni yo'lini o'ylaganman. Astoydil xafa bo'lganding o'shanda. Tillani eslatishim bilan kulgansan. Yo'li oson ekan-ku degandim. 1,5 kunda yarashib olgandik, esladingmi? Bularni nega yozyapman bilasanmi? Yuzingga kulgi yugurishini istadim. Men huvullatib ketgan ko'nglingga bahor kelishini istadim. Men bilan o'tgan xotiralaringni eslatishni istadim. Hamma o'g'illarimda go'sht derding. O'g'illigini ma'lum qilib qo'yarding. Qizimiz Safiyada to'rt deganingda osmonlarda uchib olib kelardim. Qizligini sezgandim. Ayniqsa chap tomonga o'girilarding-u, pishillab uxlayverarding. Qizlar uyquchi bo'larkanda derdim. Chunki o'g'illarimda hech uxlamasding, Sevar. Doim oyoqda bo'larding. Onam indama qo'yaver uxlasin derdilar. Onamni erkatoylari eding. Siz kirib ketavering. Birpas yotib chiqing, charchadingiz desalar, jon deb kirib ketarding-a. Uxlab chiqib kelarding. Umrni o'tishini qara. Kechagina uchrashib o'tirgandik. Bir pasda 5 ta farzand. Alhamdulillah. Menga polvondek o'g'illarni sovg'a qilgan Robbimga hamdlar bo'lsin. Sevaram, jannatim mening, qalbimning parchasi. Jonim sen bilan butun edi. Seni yolg'iz tashlab ketmoqdaman. Rozi bo'l gullarning sarasi. Sevara, sendan katta iltimosim bor. Alloh uchun bajargin. Farzandlarimizni o'qitgin. Ularni ilmli, qori bo'lishlarini niyat qilganman va doim Allohdan so'raganman. Seni va bolalarimni birovlarga sarg'aymasligingiz uchun, non suvga zoriqmasligingiz uchun pul berib ketyapman. Sevar, sen bundan-da ko'piga, a'losiga loyiqsan. Lekin rozi bo'l. Qo'limdan kelgani shu bo'ldi. Usmon inshaalloh balog'atga yetganda onamni va seni hajga olib boradi. Yaxshi kunlaring hali oldinda, hammasi oldinda. Sizlarni Allohga topshirdim. Robbim sizlarni yolg'izlatmasin, qo'llab-quvvatlasin. Sevar, meni yashagim kelyapti. Lekin erimdan qolgan pullarni olib qo'ydim. Xatlarini hammasini o'qimadim. Vaqti kelganda, yuragim siqilganda o'qiyman. Dardimga darmon bo'ladi. Usmonimni qaynonamlar qori qildilar. Zubayrimga 18 porani yodlatib qo'ydilar.
Qaynonamlar bo'lmasalar men bolalarimni eplay olmasdim. Qaynonamlar tahajjudga turganlaridan keyin to bomdodni o'qimasdan yotmasdilar. Bomdoddan keyin esa bolalarimni yonlariga olib Qur'on yodlatar edilar. Sabr bilan, shirin muomala bilan, go'zal xulq bilan. Mening ishim doimgiday ovqat qilish, kir yuvish, dazmol. Ba'zan mijozim bo'lib qolgan bemorlar kelishsa ularga qarayman. Bo'lmasa yo'q. Davlat ishlarida ishlamadim. Ko'proq uyda o'tirishni afzal bildim. Bolalarimni mensiz, meni ishdan kelishimni kutib yashashlarini istamadim. Uni ustiga erimdan qolgan pullar yashashimiz uchun bemalol yetardi. Qaynonamlarning ishlari dars va yana dars berish edi. Hech mening ishlarimga yoki oshxona ishlari, osh-ovqatga aralashganlarini eslolmayman. Boshlarini Qur'ondan ko'tarmas edilar. Nevaralariga Qur'onni o'ta go'zal sabr bilan o'qitib yodlatar edilar. Bir kuni choy ustida qaynonamlardan so'radim. Oyijon, qachondan beri namoz o'qiysiz? 6 yoshimda, Alloh rahmat qilsin, onam namozga solganlar. O'sha o'qiyman, alhamdulillah. Qachondan beri tahajjudga turasiz? Yana so'radim qiziqib. 14 yoshimdan beri biron marta tahajjudni o'tkazib yubormadim. Doim o'qiganman. Tahajjudga ham Alloh rahmat qilsin, onam turg'azib o'rgatganlar. Yoshim 70 ga yetib qoldi. Umrim davomida ko'p xato ishlar qilganman. Bilmay gunohlar qilib qo'ygan paytlarim bo'lgan. Lekin namoz, ro'zamda qoqilmaganman, alhamdulillah. Doim vaqtida bajarib kelganman. Siz ham bolalaringizga namuna bo'ling, bolam. Tahajjudingizni yo'lga qo'ying. 2 o'g'lim qori bo'ldi. Alhamdulillah. Ularni ilm olishlari uchun Misrga jo'natdik. Qaynonamlarning maslahat va nasihatlari bilan men ham keyinroq Misrga uchib ketdim. Ilm oling. Umringiz oshxonada o'tyapti, bolam. Ertaga qiyomatda bu haqda so'ralaman. Javobgar bo'laman. Sizni uy ishlari bilan o'ralashtirib, ilmdan to'sganim uchun jazolanishim muqarrar. 5 yil o'g'illarim bilan birgalikda Misrda o'qidik. Ora-orada ta'til paytlari uyga kelib ketardik. Boshqa farzandlarimni ham jonimdan ortiq ko'rganim qaynonamlar ancha o'qitib, yodlatib dars berib qo'ygan edilar. Ko'p narsa o'rgandik. Vaqtimiz, pulimiz bekorga ketmadi. Vaqtni ham, pulni ham ilm olish uchun sarf qildik. Dunyo shu ekan. Bugun borsan, ertaga yo'q. Insonlar tug'ilaveradi, vafot qilaveradi. Qaynonamlar kasal bo'lib yotib qoldilar. Hech qayerimda og'riq yo'q, faqat kuchsizman. Oyoq qo'lim kuchsizlikdan titrayapti. Namozni o'tirib o'qishlarini iltimos qilsam ham, bor kuchlarini to'plab turib o'qirdilar. Oyog'im bor, qadam bosa oladi. Nega endi o'tirib o'qirkanman? Shu hollarida ham Qur'on bilan yashadilar. Yotgan joylarida bolalarimning Qur'onini tekshirib yotardilar. Ular yoddan o'qishsa, diqqat bilan quloq solib xatosini to'g'rilab berardilar. O'limlaridan bir kun avval choy tayyorlab yonlariga kirdim. O'ng taraf bilan yotgan hollarida duo qilayotgan ekanlar. Robbim, umrimni seni toatingga bag'ishladim. Seni dedim, boshqasini tanlamadim. Jannating uchun gunohlardan, haromlardan tiyildim. Sening jamoling uchun Qur'onni qo'limdan qo'ymadim. Robbim, menga atalgan o'lim yaqinga o'xshaydi. Dilim ham, tilim ham sening noming bilan o'tsin. O'lim onida zarracha chalg'ib qolishdan qo'rqaman. Jonimni og'ritmasdan olishingni so'rayman. Qabrdagi savol-javoblarimni oson qilishingni so'rayman. Qiyomat kuni meni jumla inson oldida sharmanda qilmasligingni so'rayman. Yuzimda nur bilan, qalbimda huzur bilan bu dunyoni tark etishni xohlayman. Ertasi kun Azroil eshigimizni qoqmasdan kirib keldi. Men oyijonimning yonlarida qo'llarini ushlab yig'lab o'tirgan edim. Oyijonim esa pichirlab Qur'on tilovat qilar edilar. Bu orada shoshib-pishib qaynisingillarim kirib kelishdi. Hammalari avliyo onamizning yonlariga tizilib o'tirishdi. Hammaning ko'zida yosh. Qaynonamlarning yuzlaridan dona-dona ter tomchilari oqa boshladi.
Biz rozi rizolik tilashdan boshqa narsaga yaramay yig'lab o'tiraverdik. Oyijonim eshikka qarab, kelishdi, qaddilaringni ko'taringlar, salom beringlar deb o'zlari assalomu alaykum dedilar. Biz hayronlikdan shoshib qolgandik. Shu payt qaynonamlar kulib, Allohu akbar, jannatning go'zalligini qaranglar. Ko'zlarim qamashib ketdi. Allohu akbar dedilar u jon berdilar. O'lim kimgadir rohat, kimgadir azob. Har kim dunyoda yiqqan, tergan nasibasini o'limi oldidan ko'rar ekan. Men shunga amin bo'ldim. Qur'on bilan, Allohning amri bilan yashagan qulini Alloh xor qilmas ekan. Yig'madilar, to'plamadilar. Abadiy yashamaganimizdan keyin nega mol yig'ayki dedilar. Uyimiz mushk isiga bo'g'ildi. Janozaga kelganlar, nimani hidi bu deb ko'p so'rayverib bizni charchatishdi. G'assol keldi. Qaynonamlarni ko'rdi-yu, menga ham shunday o'lim ber Robbim deb uvoz solib yig'lab yubordi. Qaynonamlarning kulib yotgan yuzlari hammani hayratda qoldirgan edi. Men avliyo deb bilganim qaynonamlarni tuproqqa qo'yishdi. Allohning amrini bajarib, avliyolik darajasiga yetgan insonlarni kitoblarda o'qigan edim. Mening oyijonimni ham avliyolardan kam joylari bo'lmagan hech. Doim Alloh va Rasulini chizig'ida umr kechirganlar. Avliyo deganlarida ko'z oldimga faqatgina oyijonim keladilar. Avliyo bu mening qaynonamdirlar. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.